Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan TRP Sport platformasida trenerlarning mashg'ulot o'tish joyining lokatsiyasini tizimga kiritish bo'yicha video qo'llanmani ko'rib o'tamiz. Demak, buning uchun trener adsiga kirib olamiz. Trener adsi axborot tizimida hisobotlar bo'limida sport guruhlari lokatsiyasi oynasini ochamiz. Tepada yaratish tugmasini bosamiz. E'tibor bersak, o'sha sport maktabidagi mavjud mashg'ulot jadvaliga kiritilgan guruhlar to'g'risida barcha ma'lumotlarni avtomatik to'ldiradi. Demak, to'ldirgandan keyin mana lokatsiyalar kiritishni boshlaymiz. Lokatsiya ikki tartibda kiritiladi. Avtomat xaritadan tanlash mumkin yoki bo'lmasa qo'lda kiritish mumkin. Birinchi xaritadan tanlashni ko'ramiz. Demak, xaritadan tanlashni bosamiz. E'tibor bersak, joriy lokatsiya. Bu misol uchun agar kompyuteringizda geopozitsiyani ko'rsatadigan bo'lsa, geopozitsiyani o'zi avtomatik tortib keladi. Telefonda ham o'zi avtomatik tortib keladi, misol uchun. Mana sportlik ko'rinishda ham qidirsak bo'ladi, xarita ko'rinishida tortsak ham bo'ladi ma'lumotlar. Demak, biz hozir mana xarita ko'rinishida tortamiz. Mana, misol uchun o'yin turlarini ixtisoslashgan sport maktab. Misol uchun yugurish yo'lakchasida mashg'ulot bo'ladi deylik. Tanlaymiz, tasdiqlaymiz. Mana ma'lumotimiz kiritildi. Bu xaritada tanlash usuli edi. Endi ikkinchi usul qo'lda kiritish. Ya'ni qo'lda kiritishga mana nimalar kiritilgan. Ya'ni bu keyingisini kiritamiz. Mana qo'lda kiritishga bosamiz. E'tibor bersak bo'sh turibdi. Ya'ni koordinatalar kiritiladi. Ya'ni koordinatalar qanday topiladi? Mana ikkinchilarni mana topib olganmiz. Mana misol uchun sport mashg'ulot mavjudi bo'ladi. Demak, e'tibor bersak, pastda mana koordinatalar chiqdi. Mana birinchi koordinatani kopiya qilamiz. Birinchi oynaga. Ikkinchisini kopiya qilamiz va e'tibor bering, oxirida virguldagi tugaydi. Mana 67.304.138. Demak, keyingi oynaga kiritamiz va saqlaymiz. Xuddi shu tartibda ma'lumotlarni kiritib saqlaymiz. Saqlagandan keyin e'tibor bersangiz, bizda tasdiqlashimiz kerak. Demak, saqlash va tasdiqlash. Lokatsiya to'liq kiritilishi kerak. Ya'ni bu degani, siz ushbu oynada 20 ta guruh bo'ladigan bo'lsa, to'liq barcha guruhlarni kiritib bo'lganingizdan so'ng, tasdiqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Ya'ni sizni sport maktabingizda 100 ta guruhni mashg'ulot jadvali kiritilgan bo'lsa, shu 100 tani lokatsiyasini kiritib bo'lguningizgacha tasdiqlay olmaysiz. 100 tani to'liq kiritib bo'lasiz. Oxirida bittada ma'lumotlar tasdiqlanadi. Xuddi shu tartibda ishda davom ettirishingiz mumkin.